Aynan sizlar uchun Hadovoy lokatsiyada shunday avtostansiyani yonginasida dang'illama do'stlar 3 sotixdan iborat kattagina hovli topib qo'ydim do'stlar. Darvozasiga, devorlariga e'tibor beramiz. Mana kiraverish zonamiz. Voy mashalloh. Hammamizga shunaqa hovlilarda yashash nasib qilsin. Bu yerimizda do'stlar mana kakras kengina hojatxonamiz qilingan do'stlar. Kladovka sifatida, xohlang xona sifatida ishlating do'stlar. Bu yerimizda do'stlar umumiy 4 ta xona qilingan, orqasida do'stlar qo'yxona ham qilingan kerak bo'lsa, batafsil shunday ko'rsatamiz. Operator, bu yerimizdagi remontlarni qaranglar. Aboylari bir odam kirsa bag'ridil ochiladi. Patoloklari do'stlar 3 metr ekan, eshiklari железный как положено. Odam kirsa borku bag'ridil ochilib ketadigan joy. Eng muhimi narxi borib srochniy uydagilarga pul kerak bo'lib, yonib turgan joy bo'lgani uchun suv tekin narxga berib yuboryapti ekan. Do'stlar kamida kadastri ham bor ekan do'stlar. Bu yerga qaranglar, 3 metr mana patolog, aboylarni qimmat ishlatilgan do'stlar. Bu yerda даже двухконтур котел, gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q do'stlar. Bu yerimizda mana sanuzel, tualet, vanna, kiradigan mashinangizni qo'ysangiz ham bo'ladi do'stlar. Bu yerlarda remontlarga отдельно e'tibor beramiz. Qimmat sifatli eshiklar zo'rdan qo'yilgan. Akfaromda originallari qo'yilgan do'stlar. Voy, bitta o'tirib, choyni ichib o'tiradigan joyi yo'q. Bu yerimizda do'stlar mana ko'rishimiz mumkin, yana bitta oshxonamiz bo'ladi do'stlar. Oshxonamiz ham mana kengina, как бы kvartirada mana двухконтур котел zo'rlari qo'yilgan, sifatli garantiyalari bilan birga ekan. Bu yerimizda hozir molxonamizni shunday ko'rsatib o'taman. Mashalloh, molxonani qaranglar do'stlar. Qo'ylarni zotdori, menimcha arashon qo'ylar turgan bo'lsa kerak. Uyimiz menimcha nariyoqqa 2 sotkga qilingan. Bu yerda mana 1 sotk bo'sh joy. Xohlang tapchan qiling, xohlang dam oladigan joy qiling, bag'ri dilingiz ochiladigan joy. Yo'lni shovqini ham eshitilmaydi do'stlar. Qo'shnilarniki ham shovqinlar eshitilmaydi. Kelasiz, shitir pulni sanaysiz, nomingizga tirs etib o'tkazib berishadi. Qaytarib o'taman. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Dastur mavjud do'stlar. Uydagilar narxini 40 ming dollar deyishyapti. Обязательно yaxshigina tushib beradigan joy bor. Obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz. Batafsil ma'lumotlar uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaveramiz.